Qaysi betda terpiylar borda, men olaman deb bunday qilib yurgan bor. Birovga bozorga solgani yo'q aka. O'zini Hamma yo'q bilaman buni. 14 ming so'mga. Endi undan oshig'iga qanaqa qo'shar ko'tarmayapti. Oyog'imni ham paylab yurishadi betda meni. Bermayapti-yu, ber, mendan bir marta ikkalik qil. Qadrim yetmaydimi? Shuncha yutingni olaman. Aka, 11 ming so'mga olgansan, jonika 1000 so'm foyda qilyapsan. Ha sen olgan ham foyda qilsin. 1000 so'm foyda qoniqtirmaydimi, jonika? Bolalar 200 so'm foydaga ishlayapti. Sal hisob bo'lsin, yo sen qarab qo'ygan bolamisan pulga? Ha, yo'q, menga yo'q. Ham mehnat ham shunchalik bo'ladi, 1000 so'm foyda qilasan, mehnat qazlashyapsanmi, bobo? 1000 so'm foyda qolsa mehnat bo'lmaydimi? Ber bilan tilimdan yomon narsalar chiqib. Ber o'zim do'kondan Bishkekka olyapman, jonim. Qo'shilsa beraman. Qimmatdan noyapti aka. Uzumga talashyapti aka. Menga qara. Ha? Menga qara. Bozorda bir dona unda qanaqa bo'lgan yo'q-da, seniki. Ketayotgan joyimizdan qaytib ber, jon uka, shunchalik haddim sig'maydimi o'g'il bola? Endi qilvormayman o'zim do'konlarni. Men qayerdan ko'ray yana o'zimni, jon uka? Qayerdan bilib turibman. Surib ko'ring. Ya ko'rganim uchun 14 ming qilyapman-da. Jon uka, 1 soat oldi, jon uka. Bering 14 ming so'mga. Ham tomosha bu. Nima qilmayman, bering. Jon uka, insofli bo'lasizlar. Bunday qilmanglar uka. Qizitib qoling. Ber insofli. Sendan qimmat sotilgan uzum chiqib beraman aka, xudo xohlasa. Ilohim ertaga 15 ming sotaylik uka. Oltariq meva bozorda bugun 14 mingga Husaynni sotilgan yo'q. Sen sotasan. Ber jon uka. Ilojim bo'lsa qo'shardim. Hamma narsamni olib ketyapsan, jon bobo. Kimda qabolamasdan seni. Shuncha bilan oldi berdi qilamiz, jon uka. Beringlar qo'limdan kelsa qimmat so'yapman. Insof bilan tayin. Bu bog'da olgan 1 oy qatnadim aka. Shuyuzim aka, hammasi uyda gardi, kasali yo'q, qo'chqasi yo'q. Hop, bering, puli ham kuchli bo'lyapti. Odamlar kasal bo'lyapti, o'zim kasal. 14 ming so'm. Senga qara. Ber shu ukamga 1 soat bo'ldi, biror marta ol aka dedim. Beramiz aka. Xudo xohlasa, har doim bergan. Kerak, menga nima bo'lgani yo'q, insof bilan. Sendan qimmat birov sotmaydi-da, bola ba'sidini uka. Bu yog'iga olaman. Bo'lalmayapti, ber, shuncha odamni olmaysanmi? Ha, 1-200 so'mga olmaysizlarmi odamni jon? 200 so'mga. Ha, qanday buni hech kim sotmagan narsalar. Bunday qilinglar jon uka. Sizni olgan 1000 so'm foyda qilsa, oz foyda bo'ladimi jon uka? 300 so'm pulga ishlayapman deyapti shu bolalar. Ber jon uka, Qirg'izistonga jo'nayapti 300 so'm pul oyapti. Och bo'lamassan-u, endi shu gapimni. Ha, bo'ldi tayindi jon uka. Oldigan, ol. Hech kimga dunyo